Akalar, men Toshkentdan keldim Qozog'istonga. 50 ming dollar deyishyapti. 50 ming dollar bedani 50 ming dollar ham bo'ladi. Akmalagi 5750 dollarga olishgan edi mana shu bedani. Mana mashina. Mana shu bedanani bolalar ekan, qaranglar. Mana shu yerga aralash suyu quyug'iga 50 ming dollar so'rayapti. Ismatboy nima deysiz mana? Toshkentdan keldim mana shu bedanani olgani. O'zlari sotuvdilar mana. O'zimiz sotib, o'zimiz. Lekin hali bunaqa narxga hech qayerda hali sotilmagan lekin. Mana shu nomer adini mana shu bo'lgan. Endi narxli qilishgani, lekin pul sanalgani 5750 mana shu bedana bo'lgan. Nech pul berasiz mana? Ayting, aralash suyu quyug'iga. Mana o'zini savdo qiling deyapman aka. Menga qaytarib bering bedanani. Bor ana 3 mingdan emas, 3,5 ming dollar berib ikkita makon beraman. 3,5 ming dollar yana qaytishiga ekan. O'zimizdan. Yana kami 500 dollarlik makondan ikkita beraman. Ana, nima deysiz Akmalagi? Ya. O dehqonchilik zo'r-ku, bering yana olib ketinglar. Ya mana bolalar bor, jo'jalarini ko'ringlar. Lekinchi bolalarichi ichida Bolalari ham men yomon emas. tushunmayman, sal pichillashib bir-birligiga gapirishyapti. O'zidan o'tadiganlari ham chiqyapti orasidan. O'tadiganlari chiqyapti lekin. Mana. Gap yo'q lekin. Hali suvda pishgani yo'q, qizg'u joyini yana qo'yamiz, okalar. Suvda pishib olsa, u yog'ini ham yana qo'yamiz. Ismatboy bitta bor.